Go, go. Давай. Давай. Hech kimga tavsiya bermaymiz, to'g'rimi ukam? Ha, yomon yiqildim bor. Xullas, mashina kimni tortib ketsa, o'sha obzor qilishingni Abdulaziz bilan kelishib oldik. Ha, shunaqa akalar, mendan endi obzor ko'rasizlar. Haqiqiy dam bo'pti o'rtoqlar, yomon yiqildim-da. Lekin uni charchog'ini chiqaryapman, chunki bunda massaji bor, yetmaganiga atamanka ham bor ekan. Oyoqni cho'zib olib, o'rtoqlar, ota-onani duosini olib haydaydigan mashina. Hozir men ko'p gapirsam maqtayapti deb o'ylashingiz mumkin, lekin qandoq bor shundoq aytolman sizlarga. Mazza. Sidenada abagrev bor, даже rulida ham bor. 3 xil rejimda yuradi mashinamiz: eko, standart va sport. Menga eng yoqqan tomoni 7 ta o'rindiqligi. Oila uchun juda ham qulay. Endi o'rtoqlar hozirgi paytda bunaqa pulga 5 ta o'rindiqli beryapti, menimcha 7 ta emas. Motor 1.5 turbina, asosiysi gibrid. Bagaj yetarlicha katta. Sizdan shuni tushiramiz. Hamma yukni sig'ib ketadi-da. Uydagilar bilan bemalol damogani ham chiqsangiz bo'ladi. Cherry Tiggo 8 ni men 3 kun haydadim va bu ma'lumotlarni 3 kun ichida haydab va sizlarga aytayapman. Bu mashina hozir sizda bo'lmasligi mumkin, lekin yaxshi niyat qilib qo'ying. Hamma narsa niyatlarga bog'liq. Joningiz sog' bo'lsin.